bemorimiz Imomqulov Imronbek. Imronbekda oktyabr oyidan boshlandi dedingiz. Oktyabr oyining 22-sidan boshlandi. Hop. Bizga mehmon keldi. Mehmonlarga qarashib yig'ishtirib o'tirganimda bu o'ylab o'tirdi Belqayda. Keyin Belqayda bo'ldi. Endi bo'ldi uxlataman, erta bog'cha deb olib kiraman degan joyda Belq bilan burilaman deb burilolmadi, borib daraxtga urildi. Uyda oldidagi daraxtga urildi-da, boshi bilan tegdi. Keyin jim qilib uxlatdim, ertasi qarasam, o'lib ketadi. Bosh tushib boshlayapti. Qarang, o'shandan oldin bolada ko'zga narsa ko'rinishlar bo'larmidi? Injiqroq. Oldinga nisbatan xulq-atvor o'zgargan. Sho'x bo'ldi. Ha, bir narsa ko'zimga ko'rinyapti, qo'rqyapman. Yiqilgandan keyin boshlandi. Ko'zga nima ko'rinardi, misol? Ilon kelyapti, ana tushdi derdi. Ha, ana ilon ko'rindi. Ba'zi bemorlarimizda bunaqada uyda yotgan paytda tomda narsa ko'rindi. Misol uchun, tashqarida narsa ko'rindi deb uydagilarga aytgan. Ya'ni bu gallyutsinatsiya deymiz uni. Sizni bolangizga ilon ko'rindi deydi misol uchun. Uxla desam, soat 12:01 bo'ladi. Uxla, erta bog'chaga uxlab qolasan desam, uxla olmayapman, ilon kelyapti derdi. Keyin qani ilon desam, ana derdi. Uxlatardim bir amallab. Keyin 3-4 kun o'tdi, MRTga olib bordim. Ertasi yiqilgan kundan bir kun o'tdi, o'sha ertasiga olib boryapman. Toza chiqardi. Demak, toza chiqardi. Bu narsa SSP shu kasallarda birinchi bosqichda bolalarda xulq-atvor buzilishi, bola injiqlanishi, asabiylashishi, ota-ona aytadi, bunaqa emas edi bolam, agressiv bo'lib qoldi. Ko'p gapiradigan bo'lib qoldi ba'zida deydi. Ko'p gapiradigan bo'lib qoldi deydi. Keyin ko'ziga eng asosiy belgisi ko'ziga narsa ko'rinishi. Ba'zi bolalarda bo'ladi. Hammada ham deb o'ylaymiz, lekin aksariyatda shunaqa keladi bizga shikoyat bilan. Bu paytda hech kim bilmaydi kasalligini. Ota-onasi ham tushunmaydi. Keyinchalik bolada shu bosh ketib qolishi, ba'zi qo'lidan uch ketib qolishi, uch ketadi. O'zi bilmagan holatda. Xuddi bir narsa qo'rqqanga o'xshab turib, uch ketadigan bo'lsa, bu endi ikkinchi etapga o'tdi degani bu. Kasallikda ikkinchi etapiga o'tdi degani. Shu holat sizda oktyabr oxirida bo'lgan. Shunaqami? Oktyabr oxir, noyabr o'tgandan keyin bo'lgan. Ya'ni birinchi kasallik boshlangan davri demak oktyabrda birinchi bosqichi va oktyabr oxiri noyabrda ikkinchi bosqich o'tib bo'lgan. Noyabrda o'sha o'tirardi, tikka tushadi, beti bilan, orqadan tushadi. Keyin turib oladi, yiqilib tushdim deb yig'lardi. Oxirgi yiqilish orqa bilan yiqildi, noyabrda o'rtalarida edi. Keyin shu mana bosh qismi, tepa qismi yomon tegdi boshga. Keyin chap qo'lini ishlatmay qo'ydi. Doktorga chaqirdi. Biz endi shunga bir murojaat qilmoqchimiz. Shunday holatda bolalarda, chunki bu etapda ota-onalar tushunmaydi-da. Siz tushunmagansiz, boshqa klinikaga olib borgansiz, boshqa qilgansiz. Orada 2 oy vaqt, undan oshiq vaqt ketdi. Bugun endi kelyapsiz bizga. 6 oy vaqt o'tib ketdi orada. Agar martda davolanmaganimda, agar davolanganimni hisoblasam 6 oy. 6 oy vaqt yo'qotdingiz. Diagnoz qo'ymasdan. Diagnoz qo'ymasdan. Martga biz dekabrga Samarqandga olib bordik. 2 oy uyga kursilcheniya berdi. Oldik ularni, keyin fevralga kelasizlar dedi, olib bordim. Ko'rdida biz o'ylagan natijani bermagan dedi. Yotqizib lecheniya qilamiz dedi. Keyin aytdim, menga ozroq vaqt berasizmi dedim. Men 1,5 yoshar qizcham bor. Uyda sal nima qilib, ustidan ayirib olib kelaman dedi. Mayli dedi. Keyin uni nima qilib bo'lgunimcha mart keldi. Mart 10-chislasi bo'ldi. Keyin biz yo'lga chiqdik. 9da. Keyin olib keldik, bizni xususiyga jo'natdi. Yotqizdi, lecheniyalar qildi, parafen, massaj, hamma narsasini oldik. Keyin 5-kun funksiya qildi. Funksiyadan keyin bu o'zini bilib, oldingida yurib boshladi. Yaxshi bo'ldi. Xursand bo'ldim, bo'ldi, tuzalyapti deb uyga olib bordim. 20 kun yaxshi yurdi. Oldingida 21-kun injiq bo'lib boshladi. 22-kun 37,5 isitdi, keyin kechki payt 39 isitdi, keyin temperatura bo'ldi bir kecha. Ertasi bo'lyapti, temperaturasi yo'q, lekin yurmaydi. Orqaga qarab ketib qo'yaveradi. Yurg'izsam ham orqaga yuradi. Nima bunday bo'lyapti? Bu deb vrachga telefon qilsam, immunitetini ko'rsatib tushgan dedi. Shamollatgansiz dedi, immunitetini ko'rsatishim pediatrga boring dedi. Keyin Termizga pediatrga keldim. Keyin u kishi aytdi, siz bilan dedi, mayli davolayman dedi. Faqat dedi, nervopatolog nimasi bilan ko'rigi bilan dedi. Buni dedi, nimalarni ko'rdida, bitta dedi, nervopatologga borib keldi. Ko'rdida, o'sha narsalarni ko'rdi, yo'q, bu travma emas dedi. Bu qizamiq bo'lganmi dedi birdan. 7 oyligida bo'lgan edi dedim.
karantin vaqtiga. Keyin bo'pti, bu shunday kasallik, bu travmadan emas dedi. Ensefalopatiya dedim, o'shanaqa narsa dedi. Keyin bizga siz dedi bo'lim boshlig'iga olib kiraman, shoshmay turing dedi. Sizni kasallingiz boshqa dedi, siz bilan keyin gaplashamiz dedi. Men tashqariga kutib turing dedi. Darrov chiqdi, olib bordi, o'sha ko'ryapti, ikkilashlashib, siz dedi milliy markazga jo'natamiz. Mana shunday dedi. Qizamiqdan keyingi asorat dedi. Siz bilmagan holda dedi, davolatyapsiz dedi. Sizga qisman yordam berib, yana yiqilyapti bola dedi. Tez bilan olib keting dedi. Keyin sizda kishiga borib uchrashasiz Firdavs akaga dedi. O'zi aytadi nima qilishingiz dedi. Keyin biz sizga keldik. Buni aytmoqchimiz, ya'ni bu opaning shuncha gapidan qaysidir viloyatda, misol uchun shunday albatta borada birinchi anaqasi qizamiq o'tkazgan bo'lishi kerak. Ya'ni istoriya anaqasida, anamnezida va bolada shunday holatlar boshlanayotgan bo'lsa, ko'pincha shu 2009-yil bolalarda namoyon bo'lyapti bu narsa. Biz statistika qilib chiqqanmiz, 95% dan oshiq bolalarda 2009-yil. Bular boshqa xususiy klinikalarga boshqa qilmasdan o'zini viloyatidagi viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida nevrologiyaga uchrash kerak, murojaat qilish kerak. O'shanda demoqchiman, to'g'ri yo'nalish topadi. Sarson bo'lmaydi, ham mablag' jihatdan bolani vaqti, boshqasi ko'p narsa bor. Sarson bo'lmaydi. Keyin to'g'ri yo'naltiradi u yerda. Tushundingiz? Shuning uchun endi hozir bolaga biz ertaga likor analizlar olamiz. EGS tasdiqladi, klinik holatlar tasdiqladi, qondagi ifasi qizamiq virusini G'si ortganligini ko'rsatdi. Bu shu SSP kasalligini, o'tkir osti skleroz parensifalit kasalligini belgilari borligini ko'rsatyapti hozir. Shunday bemorlar tuzalib ketgan. Xo'p, bemorni immun statusini ko'rishimiz kerak hozir yana. Boladagi holatini baholab turib, hozir keyin sizga javob bersa to'g'riroq bo'ladi. Hozir bugun yotdinglar, bugun endi lecheniya endi boshlaymiz, xudo xolasa. Lecheniyani bugundan yozib berdik. Bugundan boshlaymiz, xudo xolasa.